Şursun Kengashining 7-chaqiriq sessiyasida tumanda saylangan tuman kengashi deputatlari, tuman hokimligining sohalar bo'yicha o'rinbosarlari, jamoat tashkilotlari, masalalarga aloqador bo'lgan tashkilotlar korxona rahbarlari qatnashmoqda. Bugun sessiyamizda xalq deputatlari tuman kengashiga saylangan 25 nafar deputatdan 21 nafar ishtirok etyapti. Bu saylangan deputatlar hisobidan kvorum yetarliligini bildiradi. Xalq deputatlari shu tuman kengashining 7-chaqiriq sessiyasini ochish to'g'risida kimda qanday taklif bor? Rahmat, ochilsin degan takliflar tushyapti. Shu taklifni ovozga qo'yaman. Sessiyani ochilsin deganlar qo'l ko'tarib tasdiqlab berishini so'raymiz. Rozilar? Rahmat, qarshilar? Yo'q, betaraflar yo'q. Sessiyani ochishni e'lon qilamiz. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari endi sessiya kun tartibi bo'yicha sessiya farmoni saylab olishimiz lozim. Sessiya farmoniga 14-Sovjiron saylov okrugining deputat Jumayev Ramazon Hasanovich sessiya farmoniga saylash taklifini kiritaman. Boshqa takliflar bormi? Boshqa takliflar bo'lmasa, taklif qilingan nomzodga ovoz berishni so'raymiz. Rozilar? Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Marhamat, 14-Sovjiron saylov okrugining deputatimiz Jumayev Ramazon Hasanovich sessiya farmoniga saylantirib, joyingizni egallashni so'raymiz. Deputatlar, bugungi xalq deputatlari Sho'rsuman kengashining 7-chaqiriq sessiyasi kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Kun tartibi deputatlarimizga taklif etilayotgan kun tartibi yuzasidan qo'shimcha va takliflar bormi deputatlar? Qo'shimchalar bo'lmasa, ovoz berishlarini so'raymiz. Marhamat, rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q, betaraflar yo'q. Kun tartibi tasdiqlandi.
sessiya ishini ko'rib chiqishda ma'ruza uchun 10 daqiqa, savollar uchun 3 daqiqagacha, ma'lumotlar uchun 3 daqiqagacha vaqt ajratishni tavsiya etamiz. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, endi ruxsatingiz bilan kun tartibidagi masalalarni ko'rib chiqishga o'tamiz. Hozir vaziyatga kelib chiqib, masalalarni o'rnini almashtirib ko'rib chiqishni hozir lozim topdik. Shuni hisobga olib, bugungi sessiyamizda ko'rilayotgan kun tartibi masalalarida 2025-yilda Sho'rchi tumani hokimlik huzuridagi infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasidan ajratilgan mablag'lar va ularning sarflanishi bo'yicha tuman hokimining birinchi o'rinbosari Malik Choshanbekning hisoboti haqida marhamat. Sizga kerak. Assalomu alaykum. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Barchangizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi 12-son farmoniga asosan Sho'rchi tumani hokimlik huzurida infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi tashkil etilgan. Bu jamg'armaning maqsadi tumanimizda barqaror ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish, infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik tizimini yanada samarali amalga oshirish uchun asosiy mexanizm bu xizmatlar. Biz yashab turgan tumanning infratuzilma ehtiyojlari juda katta. Yo'llar, ichimlik suvi, maktab, tibbiyot muassasalari, sport, madaniy obyektlar, bularning barchasi aholining hayot sifatini belgilash eng muhim ko'rsatkichlardan biri. Shu jihatdan ayni vaqtda tuman hokimlik huzurida infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi tashkil etilishining asosiy yo'nalishlari bu ijtimoiy infratuzilmani takomillashtirish, yo'llar, suv ta'minoti, elektr ta'minoti, ko'p qavatli uylar atrofidagi infratuzilma, maktab, madaniyat, sport, tibbiyot muassasalarini yangilash, jihozlash, ijtimoiy xizmatlar va kambag'al oilalarni qo'llab-quvvatlash uchun zarur sharoitlarni yaratishga boradi. Shu maqsadda 2025-yil davomida infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi hisobidan jami 1,979 million so'mdan ortiq mablag' sarflanadi. Mablag'lar asosan dizel yoqilg'isi, asfalt ishlari, shebek, qurilish materiallari va kommunal infratuzilma uchun yo'naltiriladi. Eng katta sarflar iyul oyi, oktyabr va dekabr oylarida o'tgan. Bu davrda qurilish va obodonlashtirish ishlari faol olib borildi. Jumladan 2559 metr kub shebek uchun 452 million 37 ming so'm, 2217 metr kub qurilish qumi uchun 252 million 13 ming so'm, 43 ming 134 tonna yog'och uchun 576 million, 2015 tonna asfaltlash ishlari uchun 192 million, 280 metr metal panjaralar uchun 60 million, 60 tonna ko'cha chiroqlari uchun 30 million, 370 kvadrat metr obodon mahallasining nomi tushirilgan agrokapon uchun 134 million, mahalla hududidagi yo'laklarga 200 metr beton qoplamali plitalar yopish uchun 15 million, 60 tonna sement uchun 40 million, 10.333 metr polietilen truba sotib olish uchun 199 million 562 ming so'm. Jami infratuzilma ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi hisobidan ajratilgan mablag'lar 1 million 979 million so'mni tashkil etdi. Bundan tashqari, tuman hokimimizning tashabbusi endi bu mablag'lar tumanda qilingan ishlar uchun yetmaydi. Tuman hokimimizning tashabbusi bilan Qashar yo'lida tumanda 2025-yilda 60 kilometr ichki yo'llar shag'allashtirildi. 6 kilometr masofada piyodalar yo'lakchasi tashkil etildi. 45 kilometr ichimlik suv tarmoqlari tortildi. 1330 tonna simyog'ochlar yangi beton ustunlarga almashtirildi. 42 kilometr havo liniyalari yopiq kabinlarga 12 ta transformator yangidan o'rnatildi. Tumanda ichki ko'chalarga 73 kilometr asfalt qoplamasi o'tkazildi.
Shunda 55 kilometr hashar yo'li orqali 665 son qaror bo'yicha 23 kilometr asfalt qatlamlari o'tkazildi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, tumanimizda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash uchun jamg'arma vositalari samarali faoliyat yuritish bilan nafaqat asosiy ijtimoiy ehtiyojlarni qoplaydi, balki mahalliy aholi salomatligi, ta'lim sharoitlari, turmush darajasini yaxshilashga hissa qo'shamiz deb hisoblaymiz. Hurmatli rais, hisobotni berdi. Qisqa qilib ma'ruzalarni raqamlarni keltirib o'tdi. Shu jamg'arma tashkil bo'lganligi va jamg'armaga ajratilgan mablag'larni sarflanishi bo'yicha hozir hammamiz eshitganimiz kunda qanday savollar bor? Ma'lumotlar bo'yicha bormi? Bu tartibimizda savollar. Menda taklif bor. Mana shu 2025-yil ajratilgan mablag'larda sarflanishini mana eshitdik. Shuni doimiy komissiyamiz bilan monitoringini olib borsak-da. Mana shuni o'z ko'zimiz bilan ko'rib qancha necha metr qilindi asfalt. Shu taklifda. Boshqa taklif savollar bormi? Savol shundan iborat, 24-Sanomat okrugidan vakil Bekzodman deputat. Mana shu ijtimoiy pulda 2025 yanvarga belgilangan pulda, masalan, shu yerda kiritilganda ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida moliyalashtirish. O'sha 2025-yilga ommaviy sportga moliyalashtirildimi yo 2026-yilga rejalarimiz bor? Shuni bir qisqacha ma'lumot bersangiz. Rahmat. Rahmat savol uchun. Endi bu sport sohasi faqat sport sohasini oldinlari yoshlarimiz asosiy talablarimiz. Mana kungacha obodonlarni biz odamlar yurish uchun yo'lak qildik. Shu yo'lakga yo'lga chopadigan joyi yo'q bo'ldi shu masalada. Ertalab yo'lga qachonga chiqib turamiz? Butun yoshlar, maktab o'quvchilari sport bilan shug'ullanib yugurib. Agar infratuzilma yo'nalishi bu sport, madaniyat shu yo'nalishlar bo'yicha kimda taklif bo'ladigan bo'lsa, masalan, Beshkentda sizda qaysi maktabda masalan o'rta o'qishimiz kerak, qaysi maktabda stadionni ta'mirlashimiz kerak, taklifimizni kiriting, sessiya orqali tasdiqlab oldiramiz. Endi jamg'arma moliya, infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasining nomlariga masalan takliflar bo'lsa yaxshi bo'lardi. Imkoniyat bo'lsa qurilish juda eski, bola soni ko'p, smenyaga aylanib ketyapti qadimiy maktab. Bundan tashqari yana kutubxona, maktabda zal, arxivli zal, hech qanday sharoit bo'lmagan. Menimcha eng eski maktablardan qo'shib qolyapti. O'zimning rahbarlik qilib kelayotgan 53-chi maktabimiz shunday. 53-chi maktabda qurilish yangi 86-yilda qurilgan bo'lsa-da, u maktab sifatida qurilmagan bog'cha bo'ldi. Moslashtirilgan 53-chi maktab. Moslashtirilgan natijada kichkina bunday skladxonalar yoki bo'lmasa o'yingohlar majbur bundan oldingi direktorlar xonalarga ajratilgan, ularning xonasi yorug'lik chiqarib
kichkina to'rtkichkina hisobi u yerda dars o'tishi noqulay. Bundan tashqari aktiv zal, oshxona, bu bunday sharoitlar yo'q. Bizda o'zimiz tashkillashtirganmiz, katta xonani ochganmiz. Bular bizda ham bozorimiz shunday, ko'payib ketyapti. Shularda yangilik bo'ladi. O'rtacha savolatchilardan 9-maktab to'g'risida so'raganmiz. O'rganamiz. Xalq ta'limi bo'lmali. Hozir gapingizni bo'ldim. Mana shu masalaga xalq ta'limi bo'limi maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi o'rinbosaridan javob olsak zikr qilamiz. Ularga bitta so'rov jo'natganmiz, hali kiritamiz. To'g'ri bularda dastur bo'lishi mumkin, ularga o'zi ishlik. Bitta so'rovning javobini Avvalambor assalomu alaykum ishtirokchilari. Bu savolning javobi hozirgi kunda hamma maktablarimiz ERP baza tizimi bo'langan. ERP baza tizimi bo'langan, koeffitsiyenti oshib ketgan zahoti vazirlik bizdan so'rab o'tirmaydi. Vazirlik bizdan so'rab o'tirmaydi. Avvalgi bayram hujjat qilib, bu yerda ko'rkil boshqa qilgan narsa ortiqcha hujjatlar talab qilinmaydi. ERP tizimida ko'radi, haqiqatan bola soni oshib ketgancha to'g'ri avtomatik nimaga tushib ketadi investitsiya dasturiga. Mana 19-maktabda koeffitsiyenti 2 koeffitsiyenti oshganligi uchun 2026-yil investitsiya dasturiga tushib 19-maktabga qo'shimcha bino quriladi. 50-maktabda shu tartibda quriladi. Shuning uchun 19-maktab bilan 50-maktabda koeffitsiyenti oshib ketsa, muammo bo'lmaydi. O'zlari xabarlari bor, 1-maktabda koeffitsiyent oshib ketgan edi. Yangi bino qurildi, 30-maktabda qurildi. Ular hozir koeffitsiyent qancha bu aytish bo'yicha deputatimizni so'rov aytishga ma'lum. 2ga bormaydi. 2dan oshish kerak. Bu yerda to'liq binoni quvvati bilan 9 soat turibdi. U ba'zilari hech kim alday olmaydi. Hech kim sun'iy ravishda oshirib ko'rsatib bera olmaydi. Endi 2ga bormasligi mumkin, lekin deputatning so'rayotgan narsa ichki sharoitlar, masalan, kutubxona masalasi, binoning eskiligi, isitish tizimi tarmoqlari bo'yicha endi masalan yana 5 yil ikki koeffitsiyentdan oshmasligi mumkin, masalan 5 yil olib davomida. Lekin uni sharoitlarini ham qanaqadir o'sha jamg'arma nimasiga kiritish ehtimolini ko'rib chiqsa yaxshi bo'lardi. Rais to'g'ri, bu yangi maktab qurish tuman miqyosida ichilish xizmat ta'mir uchun infratuzilma. Bundan tashqari mahalliy birinchi chorak bo'yicha davolasin ortiq bajarilgan hisoblar beramiz. Savollar bormi? Savolimiz taklif, biz hokimiyat mudirini shunday nimaga kelishganmiz, safarlarni savollar o'ta o'rinda. Har shanba kuni tuman hokimining qabul bo'ladi bu yerda. O'sha yerda biz mahalliy byudjet doimiy komissiyasining yig'ilishini tashkil qilamiz. Mana shunday masalalarga tuman hokimining o'rinbosarining hamkorligida yaxshi yo'lga qo'yildi. Savollar bo'lsa keldi, o'sha yerga ishchi tartibda muhokama qilib, keyingi sessiyalarda taklif qilinsa, so'rovlarga javob olsak bo'ladi. Bu endi hokimiyat mudirining tashabbusi shunday qilindi. Mana shu shanba kuni marhamat kelingizlar. Tuman hokimining o'rinbosari ham oldinga ishtirok etadi. Bu masalalarga chunki infratuzilma umuman keyingi deputatlik nizomidagi o'zgarishlarga hammamizning e'tiborimiz bor, xabarimiz bor. O'sha narsalar faqat deputatlarni ta'siridan sessiyaning qaroridan keyin amalga oshiriladi. Shu masalalarga tuman hokimining o'rinbosariga ham rahmat aytamiz, murojaat qilamiz. Mana shu asosiy yo'lga qo'ydik. Shunda bo'lsa soat 9:00da, endi 9:10da o'nlab Qatletda shu masala bo'yicha savol javob bersak, menimcha vaqtda topsam kerak. Agar koeffitsient 2ga yetmasa, ba'zi maktablar bor, o'zimiz oqda 68 maktablar, nima yilda biron marta umuman qilinmaganda, shu koeffitsient 2ga yetishi shart ekanligini savol qo'ydi.
Hozir 2 yetishga qo'shimcha bino qurish maktabi yangi pedagog bino bo'lsa buzib qayta qurish bo'yicha nima bor? Lekin kapital ta'mir navbat bilan kapital ta'mirlashga tushirilyapti. Mahalliy idoralardan kapital ta'mirlar qilinmoqda. Juda 68-maktab juda xarob holatga kelgan. qarang, bu masalani doimiy komissiyaga qo'yamiz. Hozir kun tartibidagi masalamizdan chetga chiqib ketmaylik. Deputatimiz taklifi bilan infratuzilma bo'yicha jamg'armani xarajatlari bo'yicha eshitishimiz kerak edi. Hozir shu mavzuga taalluqli savollar bo'lsa, marhamat, va bu masalani hurmatli deputatimiz sessiya yakunlangandan keyin qolib, shu yerda doimiy komissiya nimasiga kelishib olamiz. Ancha maktablarimizda ishlarimiz juda to'planib qoldi. Rahmat. Boshqa savollar bo'lmasa, xo'p. Kun tartibidagi masala yuzasidan qarorlar qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasi deputatlarimizga tarqatilgan. Loyiha yuzasidan kimda nima takliflar bor? Takliflar bo'lmasa, marhamat qo'l ko'tarib ovoz berishni so'raymiz. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q, betaraflar yo'q. Tasdiqlandi. Kun tartibidagi keyingi masalaga o'tamiz. Keyingi masalani ko'rib chiqishimiz kerak. Sho'rchi tumani adliya bo'limining 2023-yilda norma ijodkorligi va huquqni qo'llash amaliyoti bo'yicha amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi axborot haqida. Ushbu masala yuzasidan axborot berish uchun so'z Sho'rchi tumani adliya bo'limi boshlig'i Eshboyev Sherzod Toshdemirga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum deputatlar, sessiya raisi, ishtirokchilar. Tuman bo'lim tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining apridagi davlat siyosatini amalga oshirishda a'zolarning munosabatlarini takomillashtirish choralari to'g'risidagi proyekt inson hamda 2018 yil 3-apridagi huquq sohasida qaror ijrosi yuzasidan bir qator ishlar amalga oshirilgan. Bu yerda hozirgi axborotni faqat kelib tushgan bo'limimizga ro'zmarozda kelib tushgan murojaatlar bor. Bundan tashqari amaliyotda 2024 maylar rejasan son qonun bo'yicha murojaat qilyapmiz. Jumladan tuman adliya bo'limiga 2023 yil 4 oy davomida jami 190 murojaat kelib tushgan bo'lib, shu murojaatlarni 30 sayyor qabul qilingan. Mazkur murojaatlarni 190 shikoyat, 30 arizadan tashkil takliflar kelib tushmagan. Shu 190 murojaatlardan 129 bo'limda arizalangan, 3tasi tekshiruvchi o'rganish uchun boshqa tashkilotlarga yuborilgan hamda bittasi bo'lim shikoyati 2026 yil hozirda o'tkazilgan. Bo'lim shikoyati xalqning bilan o'rgangan jarayon bo'yicha o'zbekiston xaridlar murojaatlarini qo'shimchasi qanotlangan murojaatlarni 13 shikoyat, 29 arizadan tashkil etiladi. Murojaatlarning 37tasi tushuntirilgan, tushuntirilgan murojaatlarning 37tasi shikoyatga tashkil qiladi. Bo'lim tomonidan kelib chiqqan murojaatlarni o'rganish uchun o'rtacha joyga chiqilgan. Murojaatlarni qonuniy ko'rib chiqish uchun ma'lumot ta'lim etish mutaxassisini jalb etish haqida 10 tartiblar chiqarilgan. Bo'limga kelib chiqqan murojaatlardan anonim va qo'lboshdan hokimning murojaatlar emas. Murojaatlarni o'rganish davomida qonun buzilishlarni bartaraf etish maqsadida hamda o'tkazilgan monitoring va o'rganish yakunlari jami 92 ta'limlar o'tilgan. Sizlarga umumda 492 mas'ullik lavozimlar kiritilib, 21 nafar mas'ul shaxslar ma'muriy javoblar topilgan. Bekat murojaat soni 14 dan tashkil etiladi. Bundan tashqari murojaatlarni o'rganish yakunlariga ko'ra kiritilgan tashkilotlar natijasiga ko'ra jami 903 nafar gumonlari undirib berilgan. Non-murojaatlar sohasida qonunchilikni takomillashga to'g'ri tartib berilgan. Tuman hokimining 3 ta va xalq deputatlar kengashining 10 ta normativ-huquqiy qarorlar ekspertizadan o'tkazilgan. O'tkazilgan nazorat tadbirlari natijasida jami 6883 qonun buzilishlar aniqlangan. Boya aytibdi, ma'nodan qonun buzilishlar bartaraf etishdan 92 ta'minlanib, shuni tuman hokimligi va mahalliy hokimlikning 8 ta moliyalarga, bitta ichki ishlar organlariga, ikkita yer ishlar kadastr yerlariga, 4 ta soliq organlariga, 4 ta
o'sha mudira egalariga to'rtta, boshqa ta'minot xizmat ko'rsatish tashkilotlari 9ta bo'lib, boshqa tashkilotlarga 20 ta ta'minot kiritilgan. Kiritilgan ta'minotlar bir nafar shaxsga nizom yo'q chorasi qo'llanilib, ogohlantirib kiritilgan. Kiritilgan ta'minotlar jismoniy va yuridik shaxslarga qaytarilgan summa 903 million tashkil qiladi. Mahalliy bo'limidan 1799 ta'minotlardan boshlanib, shundan inson hayvonlari 680 ta, ministr materializmlari 83 ta, politsiya xizmatlari 805 ta, boshqa qonunchilarga 240 ta tadbirlar o'tkazilgan. Bundan tashqari bo'lim tomonidan 2025-yilda 7 marotaba televideniya, 134 marotaba radio va 30 marotaba ommaviy axborot vositalari chiqish qilinib, veb-saytlarda 871 marotaba hukumatlar joylashtirilgan. Adliya bo'limiga 2025-yil norma ijrochilariga va huquqni qo'llash amaliyoti bo'yicha amalga oshirilgan ishlar haqida. Savollar bo'lmasa, Kundagi masala yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasi deputatlarga tarqatildi. Loyiha yuzasidan kimda qanday takliflar bor? Takliflar bo'lmasa, marhamat qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'raymiz. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q, yetarlilar yo'q. Tasdiqlanadi. Rahmat. Kun tartibidagi navbatdagi masalani ko'rib chiqamiz. Sho'rchi tumani tibbiyot birlashmasi tomonidan aholi salomatligini saqlash borasida amalga oshirilayotgan ishlarni o'rganish yakunlari to'g'risida sohani o'rganish yakunlari bo'yicha axborot berish uchun so'z Xalq deputatlari Sho'rchi kengashining mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Yo'ldosh Umarjon Qarshiyevichga. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Biz 2-10 fevral kunlari shu yerda tibbiyot birlashmasida o'rganishlar amalga oshirdik. Men axborot qisqacha qilaman, menimcha tibbiyotda hech kim qatnashmaydi. Ergashev Shuhrat Yo'ldashevich 25-yil 4-dekabrda tibbiyot birlashmasiga vaqtincha bajaruvchi boshqarish vazifasiga tayinlangan. Tibbiyot birlashmasida bitta shifoxona, 10 ta ichki bo'limlar, bitta hududiy bo'lim, markaziy poliklinika, 7 ta oilaviy poliklinika, oilaviy shifoxona 6 ta, 7 ta filial, 16 ta mahallada tibbiyot punktlari mavjud. Tuman aholisiga tibbiy xizmat ko'rsatish yo'nalishida tashkil qilingan. Birlamchi tibbiyot muassasalarida 10 ta, 7 ta oilaviy poliklinika, 8 ta oilaviy poliklinikada, 6 ta oshxona, 5 ta kunduzgi statsiya, har birida 5 tadan kunduzgi statsionar o'rinlar tashkil etilgan. Bu aholining kunduz kuni soat 8 dan kechasi soat 20 gacha yotib davolanish uchun sharoit yaratilgan. Umuman Sho'rchi tumanida 325 ta doimiy yotib davolanadigan o'rinlar mavjud. Tibbiyot birlashmasiga hammamizga xabarimiz bor. 5 etajli oilaviy zamonaviy qulayliklarga ega bo'lgan shifoxona topshirildi. Ochilish marosimida xabarimiz bor. Olingan statistik ma'lumotlarga qaraganda Sho'rchi tumanida 237 mingdan oshiq aholi istiqomat qiladi. Ulardan xo'jaliklar soni 38 mingta. Bu raqamlarni nechini aytyapman? Oilalar soni 41 mingta. Bundan oilalar 121 mingta. 18 yoshgacha bo'lganlar 92 mingta. 5 yoshgacha bolalar 31 mingdan oshiqlar.
bir yoshgacha bo'lgan bolalar e'tibor qilamiz 6262 nafar biz ma'lumot olgan kunimizga. Tug'ish yoshidagi ayollar 570 raqamlar qo'yildi. 57 mingdan 57 mingdan oshiqroq tug'ish yoshidagi ayollar shu ijtimoiy mavjud. Tibbiyot birlashmasining 2025-yil uchun yillik rejasi ishlab chiqilgan. Buni o'zimiz ko'rdik, ish reja hamma hujjatlar tahrirlangan, ma'lumotlar joy-joyiga qilingan. Birlashmada ijro intizomiga mas'ul xodim biriktirilgan. 25-yilda jami murojaatlar 378 dan tashkil qilib, shundan 365 tasi ijobiy hal etilgan, qolgani o'rganish qo'nishlari jarayonida turibdi. Shu tuman birlashmasida jami 326 tadan shu raqamga e'tibor qilamiz. 326 stavka vrachlik shtati birligi mavjud bo'lib, unda 248 ta vrach faoliyat yuritmoqda. Bu degani 76 ta mutaxassisga Sho'rchi tumanida tibbiyot birlashmasida, umuman Sho'rchi tumanida vrachlarga ehtiyoj bor degani. Endi yana bir tarafdan e'tibor qilamiz. O'rta tibbiyot xodimlarining tuman bo'yicha, ammo birlashma bo'yicha 905 stavka mavjud bo'lib, 905 yarim stavka mavjud bo'lib, unda 1248 nafar o'rta tibbiyot xodimi xizmat faoliyat olib bormoqda. Bu degani 343 ta o'rta tibbiyot hamshirasi o'sha yerda yarim 125 stavkada faoliyat olib boradi. Bu degani 10 kun 15 kunda bir marta ishga keladi. Ish shunday tashkil qilingan. Uni endi sessiyani ixtiyoriga havola qilamiz. Qanday qabul qilinadi, qaror loyihasi berilgan, o'shalarga munosabat bildirishlaringizni iltimos qilaman. Shifoxonada birlamchi tibbiyot muassasalarida 5 milliard 669 million so'mlik dori-darmon olib kelinib, uning 70 mana shu olib kelingan summadagi ixtiyoriy 75% tashkil qiladi. Bu degani tibbiyot birlashmamizda umuman shu tibbiyot anjomlarini ta'minlash 25% ga kam. Demak, qandaydir bir mablag'larda tavsiyalar bersalar, o'rganishlar davom etadi. Bunga e'tibor qaratsa. 25-yilda 88,938 nafar 18 yoshgacha bolalar chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan. Mana shu to'liq reja asosida amalga oshirilgan. Bu yutuqlarga juda ko'p muammosi bo'lsa, reja bo'yicha bajarilgan ishlar 100-110% ga bajarilgan rejalar e'tibor qilinadi. Endi bu yerda e'tibor qaratgan narsamiz Sho'rchi tuman birlashmasiga qarashli mana shu an'analarda zarur 13 turdagi dori va giyohlar bilan ta'minlangan va o'rganish davomida deputatlarimiz ko'rgan, hatto mana qishloq poliklinikalarda ham shunaqa joyga qo'yilgan yutuqlar endi. Sho'rchi tuman birlashmasida jami 16 ta mahallada tibbiyot punktlari tashkil etilgan bo'lib, shundan 2 tasi binoda, qolgan 14 tasi konteynerda faoliyat ko'rsatyapti. Mahalla tibbiyot punktlarida shifokorlar qabul grafik asosida tashkil etilgan. Kafolatlangan paket asosida beriladigan dori-darmonlar mahalla tibbiyot punkti amaliyot hamshirasi tomonidan muassasadan olinyapti va aholiga shifokor ruxsati bilan berib borilishi yo'lga qo'yilgan. O'rta tibbiyot xodimlari aholi sonidan kelib chiqib, birgalik ta'minlangan. Hurmatli qatnashchilar, shu bilan birgalikda yil davomida boshqariladigan yakuniy kasalliklarning 15696 nafar emlanish rejalashtirilgan bo'lib, to'liq amalga oshirilgan. Raqamlarni o'qib 25-yil davomida 987 nafar yosh kelin-kuyovlarga kaliy yodid preparati tarqatilgan. 1150 nafar 35 yoshgacha tug'ish yoshidagi ayollarga temir va foliy kislotasi preparati berib to'liq ta'minlangan. 38,60 nafar 6-23 oylik bo'lgan bolalarga mikronutrient kuni berilgan. Hurmatli deputatlar, mana shu Perinatal markaz masalasi biz doimiy hamkorlikda o'tgan yildan beri birlashma bilan hamkorlik qilyapmiz. Bu yerda juda katta masalalar bor. Buni endi loyihasizlarga tarqatilgan, e'tiboringizga ishontirib munosabat bildirasizlar degan umiddaman. Sho'rchi tibbiyot birlashmasida 25-yil davomida
88-91 oylar planlangan. Bu endi bular qurilishlar mesela 1 milyard 350 million so'mlik mahalla punktlari qurilgan. Yangi Toshkentda 6 filiali qurilgan. Homiylik mablag'lar hisobidan 1 milyard 500 million so'mlik ishlar amalga oshirilgan. Sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirish ishlarini amalga oshirishda tashabbusli byudjet 2002 mavsumda 8 kompyuter yutib olingan. Shundan 12tasi shunday ko'p funksiyali 8 ta rangli printerlar har xil muassasalarga tarqatilgan. Shuning uchun tibbiyot birlashmasida 26-yilning fevral oyi boshida hisob palatasining topshirig'i asosida tumandagi barcha muassasalarda, shu tibbiyot muassasalarida ehtiyoj aniq hisoblab qilib 25-yilda tashabbus byudjeti hisobidan 44 ta kompyuter, 60 dona kompyuter vazirlik tomonidan 46 tasi tuman hokimligi tomonidan ta'lim qilingan. Demak, ehtiyoj qondirilgan. Xalqaro universitet tashkilotidan moliyaviy ko'mak hamda jihozlar qabul qilinishi uchun bir qator ishlar amalga oshirilgan. Umumiy qiymati 125 million so'm atrofida ta'mirlash ishlari amalga oshirilgan. Bu raqamlarni men o'qiyotganda, masalan, savollarni oydinlashtiramiz. Shu tuman tibbiyot birlashmasini ta'mirlash, ta'mirtalab, sanitariya gigiyena shoxobchalari xatlovdan o'tkazilib, quyidagi oilaviy poliklinikalarda sanitariya gigiyena va ta'mirlash ishlari olib borilgan. Ana shu hamma summasi sanpen deymiz, o'zbekchasiga sanitariya deyiladi. Mana shu talablarga javob beradigan holatda hozir muassasa faoliyat yuritib bormoqda. Endi bir martalik tibbiy asbob-uskunalarga bo'lgan ehtiyojlar shakllantirilgan. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga xatlar chiqarilgan birlashma tomonidan. Bu endi jarayonda turibdi. Tuman tibbiyot birlashmasida yana 150 o'rinlar buni qurilishi yakunlanib, aytib o'tdik, 150 o'rinlar. Shunda hamma muassasaga tibbiyotga aloqador konkret o'rnatilgan. Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, Urganch natijasida tibbiyot birlashmasiga quyidagi taklif va muammolar borligi aniqlandi. E'tiborlanadi. Birinchi, hozirgi kunda tumanda travmatolog holatlar ko'payib borayotganini va tuman aholisining o'sayotganligini hisobga olgan holda shifoxonada travmatologiya va ortopediya bo'limini tashkil qilish. Mana shu ikkita bo'lim hozircha birlashmamizda yo'q. Buni endi fikrlarimizni aytasiz, hurmatli deputatlar. Ikkinchisi, tug'ruqxona bo'limining aholi sonining muntazam oshib borishi va qo'shni punktlardan Oltinsoy boshqa tumanlardan keluvchi, tug'ishga keluvchi ayollar sonining oshib borishini hisobga olib, perinatal markaz tashkil qilish yoki perinatal markazga aylantirish beriladi. So'zning oxirida Urganch yaqinida bir qator kamchiliklar va muammolar borligi aniqlanib, siz shu Urganch nomida bir haftadan ko'proq bo'ldi. Tibbiyot birlashmasi mas'ul xodimlariga tez kunlar ichida bartaraf etish yuzasidan tegishli ko'rsatmalar berildi. Albatta, biz ko'rsatmalarni mutaxassislarning maslahati bilan qildik. Shu sohaga jalb qilingan mutaxassislar bilan ham ijrosini nazoratga olinganligini ma'lum qilamiz. Endi tibbiyot muassasasidagi biz ma'lum hujjatlarda ba'zi bir savollar tug'ilsa berilmayotgan sababimiz tibbiyot birlashmasining nazariga boshqacha yangi bo'lgan talabchan oldindan bir yangi bo'lib ishga oshirildi. Men nimani ta'min qilmoqchiman? Biz tibbiyot birlashmasini Urganchda reja asosida, reja grafik asosida muntazam olib boramiz. Hamkorligimiz bor. Menimcha tibbiyot birlashmasini sho'rchining bir vaqtlardagi erishgan yutuqlariga loyiq birlashmaga aylanishiga men ishonch bildiraman. Savollarimiz men ma'ruzam shu. Savollarimiz shu. Rahmat. O'zim ancha tahlil, ancha yig'ilib marhamat. Ma'ruzamiz yuzasidan kun tartibi masala bo'yicha ma'ruzachilik savollar, takliflar bormi? Tuman tibbiyot birlashmasi amalga oshirgan ishlar bo'yicha hisobot tayyorlab aytishdi. Deputatlardan chiqarib o'tgan savollar
agar savollar bo'lmasa kun tartibi masala yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasi deputatlarimizga tarqatilgan. Loyiha yuzasidan kimda qanaqa takliflar bor? Takliflar bo'lmasa marhamat qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'raymiz. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q, betaraflar yo'q. Tasdiqlandi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, kun tartibidan navbatdagi masalani ko'rib chiqamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-12-iyuldagi 2022-2026 yillar davomida amalga oshirilishi mo'ljallangan xavfsiz va ravon yo'l umummilliy dasturini tasdiqlash to'g'risidagi 40.3 sonli qarorining ijrosi bo'yicha tumanda 2025 yil davomida olib borilgan ishlar haqida kun tartibidagi masala xalq deputatlari tuman kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish huquq va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyasida ko'rib chiqilgan. Muhokamaga chiquvchilar bormi shu masala yuzasidan? Yo'q bo'lsa kun tartibidagi masala yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasi deputatlarimizga tarqatilgan. Qaror loyihasi yuzasidan qanday takliflar bor? Takliflar bo'lmasa, marhamat qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'raymiz. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q, betaraflar? Yo'q, tasdiqlandi. Kun tartibidagi navbatdagi masalani ko'rib chiqamiz. Sho'rchi tumanida maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tomonidan 2025 yilda amalga oshirilgan ishlar haqida ushbu masala yuzasidan xalq deputatlari tuman kengashining ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat, sport va ijtimoiy himoya masalalari bo'yicha doimiy komissiyada ko'rib chiqilgan. Hurmatli deputatlar, muhokamaga chiquvchilar bormi ushbu masala bo'yicha? Yo'q bo'lsa, kun tartibidagi masala yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasi sizlarga, ya'ni deputatlarimizga tarqatilgan. Loyiha yuzasidan kimda qanday takliflar bor? Loyiha bilan tanishib chiqdilarmiz degan umiddaman. Takliflar bo'lmasa, marhamat qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'raymiz. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q, betaraflar? Yo'q. Kun tartibidagi keyingi tasdiqlandi. Kun tartibidagi keyingi masalani ko'rib chiqamiz. Xalq deputatlari Sho'rchi kengashining doimiy komissiyalarining 2025 yildagi faoliyati sarhisobi to'g'risida. Kun tartibidagi ushbu masala Xalq deputatlari tuman kengashining reglament va deputatlik odob axloqi masalalari bo'yicha doimiy komissiyada ko'rib chiqilgan. Mana komissiya raisi o'z boshchiligida muhokama qilinib, o'rganilib chiqilib, qo'llarimizga tarqatilgan. Muhokamaga chiquvchilar bormi, hurmatli deputatlar? Yo'q bo'lsa, ushbu masala yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasi tarqatilgan. Loyiha yuzasidan kimda qanday takliflar bor? Takliflar bo'lmasa, marhamat qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'raymiz. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q, betaraflar? Yo'q, tasdiqlandi. Kun tartibidagi navbatdagi masalani ko'rib chiqamiz. Xalq deputatlari Sho'rchi tuman kengashi doimiy komissiyalarining tarkibiga o'zgartirishlar kiritish haqida. Kun tartibidagi masala Xalq deputatlari tuman kengashining reglament va deputatlik odob axloq masalalari bo'yicha doimiy komissiyada ko'rib chiqilgan. Hurmatli deputatlar, muhokamaga chiquvchilar bormi? Doimiy komissiyada faoliyati tartibi haqida. Yo'q bo'lsa, kun tartibidagi masala yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Loyiha yuzasidan kimda qanday takliflar bor? Takliflar bo'lmasa, marhamat qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'raymiz. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q, betaraflar? Yo'q, tasdiqlandi. Kun tartibidagi navbatdagi masalani ko'rib chiqamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 7-martdagi oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarning yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF 87 sonli farmoni hamda ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarning bandligini ta'minlash
ularni kasblarga va tadbirkorlikda o'qitish, ijtimoiy himoyasini kuchaytirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida kun tartibidagi ushbu masala xalq deputatlari tuman kengashining ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat, sport va ijtimoiy himoya masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi reglamenti va deputatlik odob axloq masalalari bo'yicha doimiy komissiyasida ko'rib chiqilgan. Hurmatli deputatlar, muhokama chiqishlar bormi? Yo'q bo'lsa, shu masala yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Loyiha yuzasidan qanday takliflar bor? Loyiha yuzasidan takliflar bo'lmasa, marhamat qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'raymiz. Rozilar. Rahmat. Qarshilar. Yo'q, betaraflar yo'q. Tasdiqlandi. Kun tartibidagi davlatdagi masalani ko'rib chiqamiz. Xalq deputatlari Sho'rchi tuman kengashi deputatlarining o'z saylovchilari oldida mas'uliyatini va hisobdorlik hissini yanada oshirish, deputatlik faoliyatining ochiqligini, aholining xabardorligini kuchaytirish haqida. Kun tartibidagi navbatdagi masala tuman xalq deputatlari tuman kengashining reglament va deputatlik odob axloq masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi ko'rib chiqilgan. Hurmatli deputatlar, muhokamaga chiqishlar bormi? Yo'q bo'lsa, kun tartibidagi shu masala yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Loyiha yuzasidan kimda qanday takliflar bor? Takliflar bo'lmasa, marhamat qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'raymiz. Rozilar. Rahmat. Qarshilar yo'q. Betaraflar yo'q. Kun tartibidagi davlatdagi masalani ko'rib chiqamiz. O'zbekiston mahallalar uyushmasi Sho'rchi tuman bo'limining 2025-yilda amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobot to'g'risida. Kun tartibidagi ushbu masala xalq deputatlari tuman kengashi mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyasida ko'rib chiqilgan. Hurmatli deputatlar, muhokamaga chiqishlar bormi? Yo'q bo'lsa, kun tartibidagi ushbu masala yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasi tarqatilgan. Loyiha yuzasidan takliflar bo'lsa, marhamat eshitamiz. Takliflar bo'lmasa, marhamat qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'raymiz. Rozilar. Rahmat. Qarshilar yo'q. Betaraflar yo'q. Tasdiqlandi. Kun tartibidagi davlatdagi masalani ko'rib chiqamiz. Xalq deputatlari Sho'rchi tuman kengashi doimiy komissiyalarining 2025-yildagi faoliyat safsori. Shu masala tuman kengashining reglamentlari deputatlar va axloq masalalari bo'yicha doimiy komissiyada ko'rib chiqilgan va qaror loyihasi deputatlarimizga tarqatilgan. Qaror bo'yicha qaror loyihasi yuzasidan takliflar bormi? Rahmat. Takliflar bo'lmasa, marhamat qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'raymiz. Rozilar. Rahmat. Qarshilar yo'q. Betaraflar yo'q. Rahmat. Hurmatli deputatlar, ikkita masalamiz bor. Hozir yetib kelishini bizga xabar qildi. Bu ikkita masalamiz Sho'rchi tuman prokuraturasi tomonidan 2025-yilda qonuniylikni mustahkamlash, jinoyatchilikka va huquqbuzarlikka qarshi kurashni tashkil etish, fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilish yuzasidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risida masalamiz hisoblanadi. Bu bo'yicha Sho'rchi tuman prokurori Husanov Nazarboyevichning axboroti bor. Va ikkinchi masalamiz, keyingi masalamiz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yilning 5-martida korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha
Milliy Kengashning korrupsiyaning oldini olish bo'yicha ishlar natijadorligi va kelgusidagi ustuvor vazifalarga bag'ishlab o'tkazilgan yig'ilishidagi mavzulardan kelib chiqib, tumanda korrupsiyaning oldini olish bo'yicha ishlar natijadorligi to'g'risida hamda huquq zarurning oldini olish va ularning profilaktikasi holati yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'ining hisobotini eshitish haqida hozir bu masalani biz ikkinchi masalani biz doimiy komissiyani nimasida xulosasini sizlar bilan muhokama qilamiz. Bu ushbu masalani tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i tomonidan berilishi kerak bo'lgan hisobot haqidagi masalamiz qarorlari sizlarga tarqatilgan. Auditorlar tuman kengashi doimiy komissiyasida o'rganilgan. Marhamat, ushbu qaror loyihasi bo'yicha kimda qanday takliflar bor? Takliflar bo'lmasa, qaror loyihasi tarqatilgan. Qaror loyihasi bo'yicha qo'shimchalar bormi? Qo'shimchalar bo'lmasa, ushbu qarorni ovozga qo'yamiz. Marhamat, qo'l ko'tarib ovoz berishingizni so'raymiz. Rozilar? Qarshilar? Yo'q, betaraflar yo'q. Ushbu qarorni tasdiqladi. Birinchi masalamiz bo'yicha doimiy komissiya qurishga taklif bor. Agar shu doimiy komissiya xulosasini olib qarorlar chiqarishga agar lozim topsangiz o'zini qo'yamiz. Ko'rganmiz. Ba'zi doimiy ko'rilgan, savol berilgan. Ayrim savollar endi ma'ruzatsiz hisobga qolib turibdi. Agar ma'ruza bilan tanishib bo'lsangiz, ma'lum xarobalar tanishib bo'lsangiz, ovozga qo'yib olsak ma'qulmi? Ma'qulmi? Yetib kelishni harakat qilyapti, lekin agar muvaffaq kelib qoladigan bo'lsangiz, o'shaga nimasini aytamiz. Taklif qilinganligini. Marhamat, ushbu masala yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasi tarqatilgan. Takliflar bormi bironta? Takliflar bo'lmasa, marhamat, qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'raymiz. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q, betaraflar yo'q. Hurmatli deputatlar, shu bilan sessiya kun tartibiga kiritilgan masalalar ko'rib chiqildi. Sessiyaning o'tish yuzasidan kimda qanday fikrlar, mulohazalar bor? Rahmat. Yo'q bo'lsa, xalq deputatlari shu tuman kengashining 7-17 sessiyasini yopib deb e'lon qilamiz.
deputatlarimiz, iltimos qilamiz, masalamiz bor.